أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allah Teala'nın iltifatı bilen Sure Nisa'nın 87. ayeti keldik. Oldingi ayetlerde şu münafıkların ahvali doğrusunda sözlengen. Şu vaktki mezmunlar sözlengen. 86. ayet olsa salam berişki münasebet. Başkalar bize salam kılıp kalsa salam koyuşun hükmü kanda oldu diye mezmunluk ayetti. Yani şununki ahırda her kanda bir Müslüman bize salam kılıp kalsa salamını ilik geliş aynen salam qaytırış ya texim yaxshiroq salam qaytırış kerak ekan. Texim yaxshiroq salam qaytırışning o'zi sunnat. Aynan bo'lsin salam qaytırış vojib degan. Lekin kofir, bid'at ish qiluvchi, fosiq qatorliqlar salam qilib qolsa, uni hukmi qanday bo'ldi degan chog'da ularga salam qaytırış makruh deydi. Lekin harom emas, salam qaytırishim joiz, lekin makruh bo'ldi dedi. Lekin hammomda tara sundirayotgan odamga cho'ng kichik tarra sindirayotgan odamga yoki hojatxonadagi odam hammomda yuyinayotgan odamga tomoq yeyotgan odamga salom qaytuvchi bo'lsa ularga salom qaytuvsa ular bizga ochliq odam salom qilib qolsa bularni salom ilik elishi vojib emas lekin qaytuvsa joiz deymiz. Ve yuqalu lil kafir. Kafirga mesela va alayka deb qo'ysa shu kifoya ekan. Endi oxirgi oyatda Allohu la ilaha illahu. U Allohdan boshqa iloh yo'qdir. La yecma'annakum ila yawmil qiyamah. Yani la yecma'annakum la yani qasamning javobi demakchi. Vallohi la yecma'annakum deganlik bo'ldi ekan. Alloh bilan qasamki, Alloh sizlarni albatta yig'di, qibranglardan chiqarib qiyomat kunida, ya'ni ila yawmil qiyamah degan fi yawmil qiyamah deganlik bu. Ila fi ma'nosida demakchi. La rayba fihi. U kunning bo'lganligida hech qanday shak yo'qdir. Ve men astaqu minallahi haditha. Allah'tan mı söz yeter rasil birisi bağımı? Yani la ahade astaqu minallahi kavlen diyelim. Allah'tan mı ras sözlük birisi var mı diyeyim. Hem kinki ayetlerde yine şu münafıklarının ki ehvali sözündüken وَلَمَّا رَجَعَ نَاسٌ مِنْ اُحُدٍ اِخْتِلَافَ النَّاسُ ف۪يهِمْ. Kişiler Uhud gazasından kayıtıp gelgen çağda yine sahabeler demekçidir. Sahabeler Uhud gazasından kayıtıp gelgen çağda ular haqida yana munofiqlarga ixtilof qilishdi. Bir firqa musulmonlar munofiqlarni o'ldiringlar. Ya'ni Rasululloh xitob qilib, munofiqlarni o'ldirgin debdi. Yana bir firqa musulmonlar bo'lsa, yo'q, unday qilsak bo'lmaydi debdi. Shu chog'da bu oyat nozil bo'lgan. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Yine nim boldu sizlerge? Yine maşa'nukum sirtum. Yine münafıklar hakkında iki gruppa bölünüp kettinler. Sizler nemişka münafıklar doğrusa iki gruppa bölünüp ketisizler. Allah ularının kılmışları tüpeylidin ularını kafirler hükmünü kıldı. Allah azdırgan kişilerini sizlere hidayet kılmakçı bolamsızlar. Kimniki Allah gumrah kılıdıken sen onunla herkes doğru yol tepip verelmeysen. Yani fi'atayni degan firqatayni. Yani münafıklar hakkında iki firqa bölünüp ketisizler. Halbuki Allah qayturdi. Erkesahum degan raddahum. Ularni qayturdi qilmishlarining sababi bilan. Yani kafir bo'lganligi, gunoh masiyatlarni qilganligidan iborat. Ashunda qilmishlarining sababi bilan ularni qayturdi. Yani kafirlarni hukm qildi demoqchi. Aturiduna an tahdu man adallalloh.
Yani sizler irade kılamızlar, hidayet kılışını, şundan bir kişinin ki ozdurdu Allah. Yani Allah onu ozdurub etken kişini. Yani ta'udduhum min cümletil muhtedin. Ularni hidayet tapqanlarning qatorida sanamsizlar. Yani Allah onda azgın adamlarni siz hidayet tapqanlarning qatorida sanamsizlar demişi. Vel istifhamu fil mevda'ayn. Bu ikkili o'rindagi istifhom bo'lsa, inkor ma'nosida. Yani bunda qilsanglar, bo'lmaydi, joiz emas degan ma'noda. Kimniki ozdir ekan Alloh taolo, uning uchun hech qanday bir yo'l topolmaysan. Yani hidayet qilishga, uni to'g'ri yo'lga boshlashga bir yo'l topolmaysan. Veddu lev tekfuruna kema keferu. U kafirlar arzu qiladi, sizlarningmi o'zlari kafir bo'lgan o'xshash kafir bo'lishinglarni. Fetakununa sawa'an. Shuning bilan sizlar va ular hammanglarniki barobar bo'lishinglarni. Yani kufrda barobar bo'lishinglarni arzu qiladi. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. Şunlaşqa ularningki ahvol mushta bo'lg'ashqa, ularni do'st tutmanglar. Yani ularga mudda yaqinlashadigan, ularga sir asrlarni oshkorlaydigan do'st tutmanglar. Va in azharul iymon. Albuki ular iymonni oshkor qismi. Biz iymon etdik deb turibsizmi? Ularni do'st tutmanglar. Hattoki ular Alloh yo'lida hijrat qilgan qadar. Yani ularning iymon etqanligini isbotlaydigan darajada to'g'ri, sahih, mushta hijrat qilgan qadar ularni do'st tutmanglar. Yani bir iymonning alomati Alloh yo'lida hijrat qilish deganlik bo'ldi bu yerda. Shu davrdagi ahvolimda. Fa in tavallaw, agar ular orqaga yansayni aqamu ala ma hum alayhi, o'zlarininki ash ilgirki holatida turavergan bo'lsa, fahuduhum, yani hijrat qilmagan bo'lsa demoqchi. Ularni tutinglar asir edish bilan. Vaqtuluhum haythu vajadtumuhum. Ve ularni sizlar topgan yerning o'zida hammasini o'ltiraveringlar. Va la tattaxidu minhum waliyyan va la nasira. Ulardan hech qanday bir do'st va yordamchi qilmanglar deydi. Nasira degan dushmanga qarshi yordam talab qilgan bir yordamchi qilmanglar. Ee, Demek bunda Allah yo'lidagi jihodga, shunday Allah yo'lidagi ishlarga qalbi sog'lom adam bo'lmasa bo'lmaydi. Ularni shunday degan bir ma'no chiqdi bundan. Yani ularni tekshirib, ularning qalbi sog'lomligi oydin bo'lgandan keyin endi o'tag'izish kerak emas. Qalbi sog'lom bo'lmasa, ularni sizlarga ziyon yetkazadi demoqchi. Ama yuqorqilardan istisno qilinadigan bir ahvol bor ekan. Illallazina yasiluna ila qawmin baynakum va baynahum mithaq. أو جاءوكم حصلت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم ألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Hem yuqorqilardan shu istisno qilindiki, faqat sizlar bilan o'zlari orasida ahd bo'lgan bir qavmga sig'inganlar yoki sizlarga qarshi urush qilishdan yoki o'z qavmiga qarshi urush qilishdan yuraklari siqilib, yana sizlar tarafmi emas, o'z qavmi tarafmi emas bo'lib, sizlarga kelganlar buningdan mustasno. Yani mundaqlarni o'ltirmanglar va asir olmanglar. Agar Alloh xolisa ularni sizlarga musallat qiladi. Ular albatta sizlar bilan urushatdi. Ya'ni Alloh ularni kuchli qilib, sizlarga qarshi urush qilishga jur'at qiladi. Agar ular sizlardan yiroq tursa, ya'ni sizlarga chaqilmasa, sizlar bilan urushmasa va sizlarga taslim bo'lsa, Alloh sizlarning ularga hujum qilishinglarni hargiz ruxsat qilmaydi. Yasiluna deya yaljauna. Shunda bir qavmning yeniga sig'inganlar, ya'ni panohlanganlar. U qanday qavm desa, sizlar bilan ularning orasida misoq, ahd bor. Yani ahdun bil amani lahum ve limen vesara ileyhim. Aşılağa ve ularning yanına yetip kelganlarga amallik berish bilan o'zlariga va shu hozir deyilayotgan shu kishilarga va ularning boshqa yoshlarning yanına kelganlarga
amanlık bermez deb ahd qilgan mushda bir qavmning yani sizlar bilan ularning ostida işte ahd tuzishgan işte qavminiga panohlanganlar bo'lsa deydi yani malani mudahlarni o'ltirmanglar demoqchi xuddi payg'ambar alayhissalom hilol ibn uvaymir al-aslamiyga ahd bergandek yoki jaukum sizlarning yaninglarga keldi yeni o'ltirsang o'ltirmanglar demoqchi bo'lsan shunda bir qavmlarniki keldi ular sizlarning yaninglarga holbuki siqildi ularning yuraklari an yuqatilukum sizlar bilan urush qilishdan qavmiga qo'shilib sizlar bilan urush qilishdan yurakda siqilgan holatda kelgan yoki yuqatilu qavmahum qavmiga urush qilishdan sizlar bilan qavmiga qo'shilib sizlar bilan urush qilishdan ya'ni sizlar qo'shilib qavmiga qarshi urush qilishdan yuqatilu qavmahum deganda sizlarga qo'shilib qavmiga qarshi urush qilishdan yuriksi qilgan endi demoqchi bo'lgani sizlar taraf turibmi urush qilmaydi qavmi taraf turibmi urush qilmaydi yani har ikki taraf turib urush qilishdan yuriksi qilgan demoqchi ana holatda sizlarni inonlarga kelganlarni ularni o'ltirmanglar demoqchi ekan yani mumsikina an qitalikum va qitalihim fala tata'arradu ilayhim bi akhdin va la qatlin yani ularni asir elish bilan o'ltirish bilan ularga to'g'ri bo'lmanglar ularga chaqilmanglar demoqchi bu oyat va uning keyingi oyatda bo'lsa oyatu sayb bilan qilish mazmundagi oyat bilan mansub qilingan sura tavbaninki sura baroaning 5 oyatida demoqchi ekan oyatu sayf degan sura baroaning 5 oyati bu oyat qaysi oyatga desa فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم degan mush oyatni bilish ekan mush oyat bilan hozir deyilgan bu oyatda amaldan qoldirilgan mansub qilingan وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّتَهُمْ عَلَيْكُمْ Eğer Allah halisa yine aşu münafıklarını sizlerge musallat kılışını aşu kafirlarını sizlerge musallat kılışını halagan bolsa elbette musallat kılgan bolat ularını sizlerinin uslanlığa hükümünü kılgan bolattı. Ularının kalplerini güçlendiriş bilen ularının kalplerine korkunu sanmay küçük alet kılıp sizlerge hükümünü kılgan bolattı demek aşı insanların. Felakatelukum endin o çağda ula sizlerge uğraşkan bolattı karşı. Velakinnehu lem yeşe'hu. Lekin Allah Teala bunda bo'lishni xohlamadi. Shuning bilan ularning qalblariga qo'rqinch tashladi. Yani shu kofirlarning, shu munofiqlarning qalbiga qo'rqinch tashladi. Fa in a'tazalukum fa lam yuqatilukum. Agar ular sizlardan ayrilsa va sizlarga qarshi urush qilmasa va alqaw ilaykum salama va sizlarga sulhini o'tirib qo'ygan bo'lsa sulhida shayli deb bunda o'tirib qo'ygan bo'lsa yani sizlar bo'ysungan bo'lsa demak ekan fama ja'alallohu lakum alayhim sabila Allah sizlar uchun ularga qarshi bir yo'l qilmadi yani ularni asir edish o'ltirish qarta Allah sizlarga ruxsat qilmaydi anaqa bu jihad islomga jihadning tafsilotini chiqishi masalan bekanimika bir kafirni o'ldirmasa bo'lmaydi masalan buniki nurg'un shartlari va jarayonlari bor ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم yana shunda bir qavmlarni topsizlar ular iroda qiladi sizlar bilan yaninglardami omonlik qilishni ya'ni iymon sizlarning yaninglarga kelib iymon etqanligini oshkorlash bilan sizlarning omonliklarga erishishni iroda qiladi va ya'manu qavmahum va qavmning yaniga borgan chog'dimi voy biz sizlar bilan birga deb kufrni oshkorlab qavmning yanida omonlikqa erishishni maqsad qiladi ular bo'lsa asad va tafon qabilalari edi yine mushrik kishilarni ko'rasizlar ular har qachon fitna fasodga ya'ni kufrga yoki musulmonlar bilan urush qilishga chaqirilsa o'zlarini uningdan tortadi agar ular sizlardan yiroq turmasa sizlarga taslim bo'lmasa sizlar bilan urushdan qo'l yig'masa bu chog'da ularni qayerda ko'rsanglar shu yerda asir elinglar ya'ni tutib o'ldiringlar
ularning xiyonati sababli sizlarga ularga qarshi yine asir edishga o'tirishga ro'shan paket ato qildik. Yine kullama rudu ile fitne degan qachonki ular shirkka chaqirilsa urkisu fiha shirkka shu fitnaga fitnani shirk deb tafsir qilyapti. Dümçülep şudu, yine başlayıp şudu deyin. Yani kalbi açlarak maylı olan için. Fe illem ya'tazilukum. Eğer ular sizlerden ayrılmasa, yani sizlerge uğruş kılışını terk etmese ve yulku ileykumus selame. Ve yulku diyene velem yulku demekçi. Yani sizlerge sülühün otur koymasa, sülühü şeyle edip mi da sülühün işiş tarafları bulmasa ve yekuffu eydiyekum. Ve sizlerden kollarını tatmasa, yine velem yekuffu demekçi. Sizlerden kollarını yığmasa, o çağda ularını tutunma esir edişilerini. Vektuluhum hayithu saqiftumuhum. Ve ularını size tapkan cayının özüne öttürüverin. Öldürünler. Ve ulaikum cealna lekum aleyhim sultanen mubina. Yukarı ayette 89. ayette ahırda فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَب۪يلًا diyenti. Yine Allah Teala andaklar kartasıyla uruş kılışkan ruhsat kılmadı. Lekin ma dedi ma 90. ayetninki ahırda ma 91. ayetin ahırda. Ve ulaikum cealna lekum aleyhim sultanen mubina. İki ayetin ahır deginki ahır karab şu mezmun ikisinin münasebetini bile vasak lazım. Yani ularning xiyonati sababli sizlarga ularga qarshi ro'shan paket ato qildik deydi. Burhanin bayyinan zohiran ala qatihim va sabihim liqadrihim. Liqadrihim degan ularning xiyonat qilganligi uchun ularni o'ltirishga va asirlashga qarta ro'shan uchuq bir hujjat paketni sizlarga qilib berdik. Shuni asirlash o'ltirish qarta işte paket bor vaqtda işte qilish kerak demoqchi. Allah Teala hemmeyle özünün dinine doğru düşünüp şunu amel kılışımızı nasip kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme bihamdik. Estağfiruke ve etubu ileyk.